Qadrdan assalomu alaykum. Jidani guliga teng keladigan hid bormi? Kommentar yozib qoldiringlar. Bu jida bilasiz. Dalshi shoirlar yozib qoldiradi, ulamolar yozib qoldiradi. Jida guli deb bilasizmi? Hamma yo'q jida gullaganda deydi-yu. Yoradi, hidni qarang. Bu jidani guli mast qiladi odamni. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi inshaalloh yangi retseptimiz jidani tagida bir ajoyib go'sht qovurib beramiz. Ayni hozir prirodalar kuchaydi. Tashqariga dam olib chiqishlar, oila bilan, do'stlar bilan yoki bir ulfatlar bilan chiqadigan paytga zo'r qilib go'sht qovurib berib ko'rsatamiz. Albatta tayyorlab ko'rasizlar. Mol go'shti bor, pomidori bor, ko'katlar bor, zelenlar bor. Prirodaga o'zingizga moslab olib chiqib ketaverasiz. Mana molni sonidan laqim qilib olganmiz. Tez pishadigan qilib yupqa qilib to'rg'aymiz. Bitta yeganda go'shtni o'zidan ta'mi qolish kerak, tushundingizmi? Hech narsa solmaymiz boshqa. Tuz, murch. Yashayman sevib sendan ham yiroqda. Bu ishoning, jida guli odamni yoshartiradi-yu. Bochalarda qo'shig'i bo'ladi. Bahor kelib jida gullaganda asalari qo'nar ekan gullarga. Mana shunga moslab aytilgan bo'lsa kerak-edi. Ozgina yanchib qo'ya. Tak, tabga kir ozgina tuz. Tabiiy priprava. Yaxshilab g'ijimlab, mijiqlab yeng. Nima bo'ldi? Kartoshka olib ketibdi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Shunisi bilan qiziq video aka. Hozir botiraliga lakkasa tasha tezda tashab ketadi. Qiyomat do'stim bor-ku. Leonardo. Tak. Hozir uyushtiramiz. Qani botiradi o'zi. Aka mana Botir akam ham keldi. Botirali keldi mana. Mana biz gap so'zi. Bo'l endi bagdan, u yoq tutab ketdi. Ha, vijdoning qursin. Hamma yo'q tayyorlab qo'ymaysan. Nariyadan tushur, nariyoqqa. Ko'tarasanmi? Bu yoqda odam bor ekanda, uncha baqib yuribdi. Esladinglarmi kim? Leonardo. Hammaga salom. Kartoshkani mayda parra qo'yapmiz. Cho'g' bo'lyapti, yog'ni qizdiramiz, boqira-boqir. Do'stim kartoshkani olib kelib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Suxari bo'ladi, suxari. Kartoshkaga tuz solganimiz yo'q, tushundingizmi? Hozir go'sht pishirganimiz aka yengil tuzlaymiz. Yaxshilab qizib turgan yog'i bizga marinovka bo'lgan go'sht solamiz. Bismillah. Yoshida mazza qilib qo'ylab boqardik.
uy, ana. Kartoshka pay tayyor, go'sht deyarli tayyor. Tayyor bo'lgunga qadar nima qilib tovuzni ozgina bahoriy kayfiyat qilib olamiz. Qarang. Suv quyganimiz yo'q. Go'sht o'zini seli bilan tayyor bo'ldi mana. Kartoshka payga tuz solmagan edik, ozgina tuzlab qo'yamiz. Yo'pizlardan choy damlaymiz. Hidini qaraymi choyni? Bismillah. Qadrdon, joylarni bor ekan videolar. Sizga manfaat keltirayotganimizni biz bag'oyat xursandmiz. Ayni biz ham siz tayyorlaydigan darajada tushuntirishga harakat qilyapmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi kontentda ko'rishguncha qadringizni bilganni qadrdoni bo'lib, o'ynab kulib, yasharib yuring. Qadrdon befarzandlarga farzand bersin yaratgan ekan. Uylanmaganlar uylansin, turmushga chiqmaganlar turmushga chiqsin. Banizda deyotgan, uyda yotib davolanayotgan barcha dard egalariga yaratgan ekan shoyi omil bersin. Salomat bo'ling. Ya va so'rashayo.